Nima qilasan Abdurahmonov? Mumkin emas joyiga znakitiga qo'ygan. Jarima yozmoqchiman hammasiga. Abdurahmonov, bizning maqsadimiz qoidabuzar jarima yozish emas. Aksincha, qoidabuzarlikning oldini olish. Yurma bilan birga chaqirib chiqamiz o'zimiz. Qani o'g'llaring qanday? O'zi sallani bir yig'ib ham bo'lmay qoldi. Bitta ofisda, bitta bankda. Endi bir eriydigan mard odam topilmadi-da, senga o'xshagan o'rtoq. Gapni ham oladi. Olinglar qani? O'zi bu joyda qatdan topgan og'ayni? O'tgan safar qaynim shu yerda yubileyni qilgan ekan. Ovqatlarini mazasini yeb ko'rdim. Shunaqa yoqdi. Somsasi deysanmi? Maxsus Jizzaxdan somsa pazli kelib, mana shu somsani o'zligi tayyorlashadi. Qani bitta yeb ko'rchi. Keyingi choyxona hammaga meni hisobimdan 5 barmoq. Zafar restoranning ovqatlariga gap bo'lishi mumkin emas. Ayniqsa Jizzax somsasiga. O'zi yangilikni eshitdinglarmi? Endi mashinalarning nomeriga ism yozilgan. Xabaringlar bormi? Sani tanishlaring bu. Xabaring yo'qmi bo'ldi? Ha, endi Yigitlar bezovta qildik. Yo'lni qatnov qismiga mumkin emas joyiga mashinalarni qo'yib qo'yibsizlar. Xalaqit beryapti, olib qo'ysanglar yaxshi bo'lardi. o'zi restoranda navbat ko'p. Biz mashinani shoshilib qo'yib kirib ketdik. Endi shundan ham muammo qilmay, ovqatimizni tinch yeb olaylik, borib chizi qiling. O'rtoq, yaxshi muomala qilmading. Ular ham bizga o'xshagan odam. Ularga do'stim shunaqa muomala qilish kerak. Abdurahmonov. Sen to'g'ri yo'ldasan. Ishingni qil.